ikkita narsa nomi bilan qasam ichdim: adolat va qardoshlik. Orangizdagi eng yangi va eng yosh a'zo menman. Agar faqat adolat ustuvor bo'lsa edi, men baron bo'la olmasdim. Adolat odamlarga loyiqlik bilan hukm qilishdir. Bu layoqatni qardoshlik belgilab beradi. Qardoshlarim og'a-inilarga qanday munosabatda bo'lishsa, men ham ularning ustidan adolatni shunday belgilayman. Qardoshlik og'a-inilarni hurmat qilish, ularni eshitish va qadrlashdir. Adolat esa bu fikr va qadrlar natijasida hukm qilishdir. Ammo bilgan, ishongan shaklda hukm qilishdir. Yetakchi unga itoat qilinishini kutadi. Bu uning haqqidir. Qardoshlik jasoratdir. Qardoshlik bu ishonch. Qardoshlik ishonishdir. Qardoshlik bo'lishishdir. Qardoshlik bu himoyalanish. Qardoshlik bu sadoqat. Aslambi studio yuqori sifatli kinofilmlar markazi. Seni shu davlat tarbiyaladi. Bizga o'rgatilgan eng muhim narsa xato qilmaslik emas, xatolardan saboq olish. Sen kimning qo'lida ishlayotganingni bilmasliging mumkin. Kimlarga xizmat qilayotganingni ham bilmasliging mumkin, ammo men bilaman. Do'g'ubey, men hech kimning qo'lida ishlamayapman. Xato qilgan bo'lishi mumkin. Bularni kattalarimiz aytishadi. Ammo sizning bu munosabatingiz davlat tarbiyasiga zid. Menga qara. Tarbiyani Kirve va Samuel bilan bitta yotoqqa kirmasdan oldin o'rganishing kerak edi. Vanoni sendan foydalanyapti, tushunmayapsanmi? Hammadan olganimizdek Samuel Vanonidan ham ma'lumot olaman. Bori shu. Kirve esa ikkovi ham men uchun yo'q endi. Sen xato yo'ldan yurding va yutqazding. Kaybettin. Mendan katta narsalarni kutayotganingizni bilaman. Hamma kutayotgan narsalarni hisobga olib, intiqom hislari bilan hukm qilishdan boshlamayman. Bu yerda o'tmishni gapirmayman. O'tmish uchun javob berishingizni so'ramayman. O'tmishga qarab qolmayman. Ammo o'tmishni ham unutmayman. Bizni yo'q qilishni istaganlarning son sanog'i yo'q. Dushmanlarimizni kamaytirish va yo'q qilish uchun birlik va birdamlikda bo'lishimiz kerak. Dushmanlarimizdan biri endi yo'q. Kirve. Oramizga nifoq solishga urindi. Kuchimizni parchalashga harakat qildi. Qisman erishdi ham. Shu sababli bugun oramizda Xusrov og'a bilan Laziyo yo'q. Buning uchun Kirve o'ziga loyiq jazosini oldi.
Buni eshitib juda xursand bo'ldik. Dushmanning ko'ringani emas, ko'rinmasi, maxfiy bo'lgani xavflidir. Siz bulardan birini yo'q qildingiz. Meni taxminimcha navbatdagisi Ibrohim Og'izqal'a. Uning dushmanligi ochiq-oydin ma'lum. Bizlarga ko'p zarar bergan. Bu hurmatli Qoraxonlining oxirgi orzusi edi. Ibrohim Og'izqal'a va ruslar bizning hamma ishlarimizni o'z qo'llariga olishga urinishyapti. Biz bir-birimizga qarshi bo'lgach, ular ish boshlashdi. Katta havaslar qilishyapti. Shunaqa ko'p pullari borki, sotib ololmaydigan hech kim yo'q. Hamma ishlarga kirishyapti. Qayerda pul bo'lsa, o'sha yerdalar. Sport, turizm, birja, neft konlari xususiylashtirish. Bilaman. Ibrohim Og'izqal'a meni ham diqqatimdagi odam. Samoel menga va hurmatli Qoraxonliga bu haqda kerakli ogohlantirishlarni qilgandi. Rahmat. Gorbachevdan keyin Yeltsin bilan birga ittifoqdoshlarimiz yordamida Rossiyada juda ko'p yosh boylarni yaratdik, ammo Putin bu vaziyatni yo'q qildi. Ular chet elga qochdi. Bir qismini qamashdi. Putin harakati oxirgi 2-3 yilda Turkiyada tezlik bilan tarqaldi. Bu biz uchun eng katta, eng xavfli dushmandir. Men dushmanlarimizning kimligini juda yaxshi bilaman. Ibrohim Og'izqal'a bizdan zarur javobni oladi. Davlatning hamma tashkilotlari bizniki. Asl niyat davlatga xizmat qilishdir. Razvedkami, un zavodimi bu haqiqatni o'zgartira olmaydi. Aslida siz noto'g'ri o'yindasiz, O'g'ubey. Men yangi vazifamga ketaman. Ammo qaytganimda agar tirik bo'lsangiz, bu binoga boshqa kira olmaysiz. Middat. Quloqlaringni ochib meni yaxshilab eshit. Bu yerdan ketgandan keyin mardlik bilan ishingni qil. Bu pastkash o'yinlaringni davom ettiradigan bo'lsang, o'lganingda bayroqni qo'ya tur. Kafanga ham o'ratmayman seni. Bu birinchisi. Kirve men aytganimdek ketdi. Bu ikkinchisi. Bundan keyin Samuel Vanuni sen bilan aloqaga chiqsa, menga yetkazasan. Meni ruxsatimsiz u bilan aslo uchrashmaysan. Tushundingmi? Tushunishga tushundim, O'g'ubey. Razvedka bu sizni vaqtingizdagidek faqatgina do'stlar bilan uchrashib, ulardan ma'lumot olish degani emas. Bilib qo'ying. Biz hamma inson, hamma tashkilotlar bilan aloqada bo'lib turamiz. Sizlar vatanga xiyonatni xalqaro aloqa deysizlarmi hali? Middat. Buyruq sen narsalaringni yig'ishtirguninggacha keladi. Og'a, kemachilar boshliq saylash uchun siz bilan uchrashishni istashyapti. Agar vaqtingiz bo'lsa, bugun kelishmoqchi. Kelishsin, Yahyo. Meni ham aytadigan gaplarim bor. Okeandagi to'lqinning bo'yi 200 metrga yetadi. Kelishsin, bo'ylarini ko'ramiz. Bu nima degani? Bu shu degani. O'lishing mumkin edi. Yaxshi, nega o'ldirishmadi unda?
Elif, ularni dardi sen emas. Po'lat senga shuncha gapirsam hech narsaga tushunmabsan. Unaqada ular Po'lat og'ani bilishmaydi. Nima qilib bo'lsa ham ularni topadi. Menga qara. Ularning istagi Po'latga ularni topolmasligini tushuntirish. Menimcha Po'lat buni tushungan. Bu odam buyuk odam bo'lsa, kimlardan buyruq olarkin? Po'lat buyruq oladimi? Oladiganga o'xshamaydi. Umar ota ham surishtiryapti, bilib qo'yinglar. Hech narsa aytmadingizmi, Hikmat og'a? Yo'q, ammo umuman aytmasa ham bo'lmaydi. Salom. Salom. O'tiringlar. Men Hikmat ham mafiya bo'ldi-yu, do'konini qo'riqlatyapti deb o'ylabman. Mafiya bo'lsam shu yerda o'tiramanmi, Umar ota? Nima bo'pti? Men 40 yildan beri shu yerda o'tiribman-ku, bolam. Xo'sh, menga ham gapirib berasizlarmi? Qachon bo'sh bo'lsa boraveraman. Ha. Iltimos. Xabar kutaman. Yaxshi qoling. Kim bilan gaplashding, qizim? Samuel bilan uchrashmoqchiman. Nima? Oyi, bizga nega bunday qilganini bilmoqchiman. Qizim, jinni bo'ldingmi? Uni oldiga borib dadamdan nima istading deysanmi? Ba'zi maydonlarda bo'shliqlarimiz bor. Kim qaysi ishni qilishi aniq bo'lishi kerak. Bunga hammangiz bilan yolg'iz gaplashgandan keyin qaror qilaman. Sizlardan maslahat olaman. Faqatgina shunda ishlarni bo'la olaman. Bu yerda qancha gaplashsak ham menga beradigan ma'lumotlaringiz bo'lmasdan bu gaplarimiz ko'p narsani belgilolmaydi. Sizlarga uchrashadigan kunimizni birma-bir xabar beraman. O'sha vaqtgacha barcha tayyorgarlikni ko'rishingizni va hozirgi vaqtda hech biringiz o'zicha hech kim bilan aloqaga chiqmasligini, kengash nomidan ish olib bormasligini iltimos qilaman barchangizdan. Og'a kelgach sizlar bilan gaplashadi. Kerakli narsalarni tushuntiradi. Ammo men bu yerdagilar juda katta omadli odamlar ekanini bilishlaringni istayman. Po'lat Alamdar endi eng buyuk odam. Eng buyuk deganda ko'z oldingizga faqatgina bizni olam kelmasin. Po'lat Alamdar endi mafiya otasi emas. Mafiya otalarini saylaydigan, ko'taradigan va yo'q qiladigan olamni boshida. Eng buyukning yonidagilarning yagona imkoni buyuk bo'lish. Yo bo'lasizlar, yoki yo'q bo'lasizlar. Men bilan yur. Hamma menga quloq solsin. Xato qiladigan vaqt emas. Xususan senga aytyapman, Nevzat. Men tushunmaganim, Memati og'a, Po'lat og'a endi mafiya emas deganda nima demoqchi edi? Millatga mafiya otasi emas, bizga ota degani Nevzat. Odamlardan buni yashiramizmi? Sen hammaga aytib yuruvmiding hali? Bilmaydiganlar bor, Erxon. Hammaga men Po'lat Alamdarni o'ng qo'laman deyapti. Turmus, noto'g'ri gapiryapsan. Bu yerda hech kim bunday deyishga haqqi yo'q. Ahmoqlikning ham chegarasi bor, Nevzat. Qo'l deysan, sendan kichkina barmoq ham chiqmaydi. Hech kim o'ylashga majbur emas. Hamma aytilganini qilsa bo'lgani. Bir-birimizga yordam beraylik, xato qilmaylik. Xuddi shunday. Hammamiz Memati og'a bilan Abdul kabi oramizdan suv sizdirmaylik.
bular nimani gaplashyapti ekan? Abdulhay, mendan biror nimani yashiryapsizlarmi? Kim og'a? Sen bilan og'a. Sendan nimani yashiramiz? Abdulhay, bu davlat ishi nima degani? Og'a senga tushuntirmadimi? Tushuntirdi. Unda nega so'rayapsan? Kimni qo'l ostida ishlayapmiz, Abdulhay? Hech kimni. Doğu Eshref o'g'lichi. Og'a u bilan uchrashyapti. U bizga ishlaydi. Biz kimmiz, Abdulhay? O'zing aytding-ku, eng buyukmiz. Bizga nega yo'l berishdi? Chunki og'a ham, sen ham, men ham, bu yerdagilar ham tashqaridagi shoqollardan nafratlanamiz. Hammani yagona ishongani bizmiz. Ham davlatning, ham bu rasmlarni bu yerga qo'yganlarning. Og'a qo'ng'iroq qilyapti. Demak, yig'ilish tugayapti. Eshitaman, og'a? Ha. Marhamat. Rahmat. Osh bo'lsin. Aslida sizga aytmoqchi emasdik, ammo sizga yashirib nima qildik? Onanglarga aytmaganing yaxshi bo'libdi, qizim. Fikri buziladi, qo'rqishadi. Umar ota, oldinda bunaqa ishlar maxfiy bo'lardi. Kimdir davlat bilan o'yin o'ynasa ham bunaqa ochiq o'ynamasdi. O'g'lim, endi hamma narsa ochiq bo'lyapti. Po'lat endi hech narsa oldingidek bo'lmasligini aytdi. Bo'lmaydi ham. Opamni ishlashini istamayapti. Aynan bunday emas. Qizim, bu ishlarni bilmaymiz. Senga yaxshilik tilayotgani aniq, ammo nima qilishga sizlar qaror qilasizlar. Unday demang, Umar ota. Bu qiz nima qiladi? Kelin ko'ylak kiymasdan tul bo'ladimi? O'g'lim, sen bo'lmag'ur gaplardan ham hikmat chiqadi deyapsan shekilli. Ba'zi narsalarga ism qo'yilmaydi, ta'rif berilmaydi. Hammamiz yashasak, ko'ramiz. Ko'ramiz, Mavloyimiz ne qilar, ne qilsa ham go'zal aylar. Seni nima qilamiz? Bu yerdan chiqish yo'q. Sen aslida o'lgansan. Yo'qsan. Senga yangi hayot berishim uchun menga bir narsa berasan. Nima istaysan? Tirik qolishing uchun eng qimmatli ma'lumot aytasan. Meni o'ldir. Sen o'lgansan o'zi. O'ylashing uchun vaqt ko'p. Xonaga aslo bir kishi yolg'iz kirmasin. Eshik oldidagi xonadagilar chiqqunicha doim eshikni qulflab qo'ysin. Xonaga kirganlarda aslo qurol, pichoq bo'lmasin. Ovqatni ham plastik idishlarda beringlar. Doim nazoratda bo'lsin. Birinchi kuni ovqat bermanglar, faqatgina suv bering. Ertasi kuni har yarim soatda ovqat beringlar. Undan keyingi kun faqatgina 2 marta beringlar.
barcha bilganlarini unutsin va tirik qolish uchun zarur ma'lumotni xotirasida saqlab qolsin va uning uchun yashasin. U bizga nima bera oladi? Qanday bo'lmasin, og'iz qalani beradi. Og'iz qalani uyida ko'z tekshiruvi jihozi bor. Og'a, bu qiz uyga kirib chiqsa, aslida uning ko'zi bilan uyga kirsak bo'ladi. Allaqachon almashtirgandir. Memati, menga og'iz qalani uyiga elektron xavfsizlik moslamasini o'rnatgan odamni topasizlar. Usta, ular Rossiyadan olib kelishgan bo'lsa kerak. Bu yerda yordam bergan birortasi bo'lishi kerak. Juda qiyin. Ammo hech bo'lmasa bitta firmadagilarni chaqirib, bu yerga shunday jihozdan o'rnatishimizni aytib, topishga urinamiz. E'tibor tortmasin Memati. Og'iz qala hozir uydan chiqmagani yetmagandek derazalarni havoni almashtirish uchun ham ochmayotgandir. Halo Kirveni o'ldiribdi. Po'lat alamdar kengashga kiribdi. Hatto katta ehtimol bilan baron ham bo'ladi. Baron bo'ldi. Qayerdan bilasiz? Hamma narsani bilaman. To'g'ri qaror qilishdi. O'zlariga urusha oladigan baron saylashdi. Hamma shuncha harakat qilsa ham Po'latni yiqita olmadi. Biz yiqitamiz. Otaligida yiqita olmadik. Baronligida qanday yiqitamiz? Qirg'ay o'ljasini yemasdan oldin osmonga olib chiqadi va yerga tashlaydi. Qirg'iy qashqirni qo'y deb o'ylasa, osmondan yerga faqatgina o'zi tushadi. Hamma o'ziga ish qidirsin. Bizni qo'yib yuborasizmi, og'a? Erxan, sizlarni qo'yib yuborsam, sizlar meni tinch qo'yasizlarmi? Yo'q. Ayrilish yo'q. Biz bu yo'lga birga chiqdikmi? Yo'lning oxirigacha birga ketamiz. Faqat hayot bizni bu yerlarga olib keldi. Bu kelgan joyimiz jangdan uzoq jannat emas. Katta janglar bo'ladigan jahannam. Bundan keyin hammamiz katta o'ylab, katta harakat qilamiz. Men hammangizning alohida ish egasi bo'lib, katta ishbilarmon bo'lib, yo'lingizda davom etishingizni istayman. Menga shunaqa ishlar topinglarki, nima qilmoqchi bo'lsangiz, sizlarga shu imkoniyatni beray. Bugungacha doim meni xursand qildinglar. Meni yagona tilagim bor. Sizlarni xursand bo'lishingiz. Buni qanday bo'lishini sizlar hal qilasizlar. Nega tikilib turibsan, Samoy? Bitta yig'ilishdan kelyapmiz. Boshqa joydan kelmadik. Menga izoh berishing kerak. Izoh beradigan narsa yo'q. Eng to'g'risi bo'ldi.
baronimizni sayladi. Biz bu yerda sen va Qilich bilan to'planganimizda bunaqa qaror qilmagandik. Qilich baron bo'lishi kerak edi va men nomzodlikdan uning foydasiga chekinishim lozim edi. Qilich nomzod bo'lmadi. Men bergan so'zimni ustidan chiqdim. Ammo sen nima qilyapsan? Sen faqatgina bo'lgan ishlarni tushunishga urinyapman. Kengashni, dunyoni, aloqalarni tushunmagan bir odamni qanday qilib baron bo'lishiga yo'l qo'yding? Mayli, qolganlari jinni. Sen bunga qanday ruxsat berding? Buni o'zing tushunmayapsanmi? Oramizdan bir yetakchi chiqdi. Ha, dunyoni bilmaydi. Aloqalari hali yo'q. Ammo shu onda saylangan baronga bularning keragi ham yo'q. Qoraxonlikning davri tugadi. Ustiga ustak omadsizlik bilan tugadi. Baronimiz o'ldirildi. Sen hali dunyoga buni qanday tushuntirishni bilolmay turganingda Po'lat Alandarning baronligini qanday tushuntirishni o'ylayapsanmi? Biz bo'lmasak, u baron bo'la olmaydi. Biz bo'lmasak, sen ham bo'lmaysan, Samuel. O'zingni qo'lga ol. Sen, men fikr odamlarimiz. Urush odamlari emas. Va hozir urush vaqti. Urushda yutishni biladigan baronimiz bor. Bizning yordamimiz bilan bunga erishadi. O'tmishchi. Mafiya otasi qanday baron bo'ladi? Xayriya jamg'armasiga boshliq sayladikmi, Samuel? O'tmishda dog' bo'lsa, tozalash bizning ishimiz. Seni xayolingdagini tushunishga urinyapman va hech narsa tushunmayapman. Muvozanatni ostin-ustun qildinglar. Ba'zi vaqtlar bo'ladiki, adolat tarozisiga qushpat ham og'irlik qiladi. Muvozanatni buzma, Samuel. Seni men ham qutqara olmayman. Safiya Samuel bilan uchrashuvga bormaydi. Xo'p, oyi. Bormasam bormayman. Qo'ng'iroq qilib ishim chiqqanini aytaman. Meni kim ham so'rardi? Hozir bunday qilsang, battar e'tiborni tortadi. E'tibor tortsa nima bo'ladi? Nargiz, Po'lat baron bo'lganida uni yuzini ko'rsang edi. Hamma narsani bilishimizni sezgan. Safiyani uchrashuv so'raganini bilsa, buning bir narsa ekanligini o'ylaydi. Po'lat nega Samueldan buning hisobini so'ramayapti? U bir xoin-ku. Hamma narsaning o'z vaqti bor, Safiya. Po'lat bilan gaplashib olishim kerak. Borish bormasligiga yoki nima qilishimizga u qaror qilsin. Ahmoqlik. Aslida seni qilganing ahmoqlik. Shu sababli qochib ketsa, kimni yoqasiga yopishasan? Biz nima? Baronimizni bir bilgani bordir, Halil Ibrohimbey. Men ham siz kabi o'sha yerda Samuelni o'ldiradi deb o'yladim, ammo meni qo'rqqanim bu odam pismiq. Orqadan kelib pichoq urish dardida. Agar hozir bular o'yinchoq, men bularni barmog'imda o'ynataman desa, qasam ichamanki, o'sha barmog'ini 40 ming parcha qilaman. Aslida yig'ilishdan keyin siz qoling degan ishora kutdim. Ayb o'zimizda. Nega biroz shoshmang deb ishora qilmadik? Halil Ibrohimbey, men bu yerda tura olmayman. Ham tabriklaymiz, ham dardlarimizni aytamiz. Baribir baronimizni o'zi hal qiladi. Sen siqilib ketibsan, Tunjay. Bilganimda senga Samuel xoin ekan deb aytmasdim. Yo'q, yaxshi bo'ldi. Dahshatli tush ko'rishdan ko'ra hushyor turish yaxshiroq. Hali kursisiga o'tirmasdan kim o'ladi, kim qoladi dardiga tushdi. U Jon Po'lat bizni deb ko'p azob chekadi. Yigitlar vositachi topishibdi. Bir ko'rchi, balki biror yoqadigan uy toparsan. Qanaqa uy qarayman?
O'zingga yoqadiganini qara. Po'lat, bu uyda men yashamayman, sen yashaysan. Yo'q, sen yashaysan. Bu nima deganing? Xavfsiz bo'lishingni istayotganim uchun aytayapman. Oyimlarning yonida hayotimdan mamnunman. Yana bir o'zim yashashni istaganimda oldinroq uy olardim. Bir o'zing yashaysan demadim. Tushunmayapman, Po'lat. Tushunsang, meni sevmay qolasan. Bu qanaqa uzuk? Uylandim. Tegma menga. Yosh bola bo'lma. Shunaqa nikoh uziga ham bo'lar ekanmi? Po'lat, menga ayt. Sen uylangansan. Shuning uchun turmush qura olmayapmizmi? Ajralish ishlari tugasin, so'z beraman, seni olaman. Bu ham bir navi oila qurish taklifi. Oldin birga yashab ko'ramiz, kelishib olarmikinmiz. Men seni o'ynashing bo'lmayman. Oilali odamlarning o'ynashi bo'ladi, bu bir. Sendan bunaqa narsa istaganim yo'q, bu ikki. Xavfsiz joyda yashashga majbursan, bu uch. Gaplashgan narsalarimizni yana qaytarishni istamayman, bu to'rt. Uyni sen uchun qarayman. Menga boshqa bunaqa sanab gapirma, iltimos. Men yosh bola emasman. Rahmat jonim. Xudo haqqi. Seni holingga yig'lay desam, devor top olmadim. Men nima qilay? Nizomiddin bey ham qo'l ko'targach, meni ham qo'lim o'z-o'zidan ko'tarildi. Mana shunday qotib qoldi. Mana, qara. Nima qilamiz, Sami? Hech narsa qilmaymiz. Hamma narsani baronimizga aytamizmi? Nima so'rasa aytishga majbursan. Pul o'tkazmalarini hammi? Qoraxonligi bergan odatiy raportlaringni Po'lat Alamdalga ham berasan bundan buyon. Ofarin. Men sendan qiziqqonlikni kutgandim, ammo sen meni yana adashtirding. Bu ishing dunyoga o'rnak. Aynan baron bo'ladigan odam eding-da. Bu ham bir shaxmat. 64 katakdan tashqarida bo'lish ham bor. Piyoda bo'lish ham, mot bo'lish ham bor. Samuel menga kerak. Kerak desang, hech narsa demaymiz. Ammo bu odam tinch turmaydi. Yarmini o'ldirdik, kirveni ko'mdik. Uning yana 40 ta kirvesi bor, Halil bey. Kimlar? Mana shuning uchun ham kerak. Samuel meni ularga olib boradi. Haqsiz. Biz himoya refleksi tufayli biroz bezovda bo'ldik shekilli. Mikroblar bilan birga bo'lganimiz uchun. Ammo Samuel va Nunidan boshqa kim bizni chet elga tanishtira oladi? Bu borada u yagona. Tunjay bey. Ham siqilyapsan, ham meni siqyapsan. Bu yerga ham olib kelding. Shu gapni sal oldin aytganingda edi. Bu yerga kelish o'rniga Samuel ukamiz yoniga borardik. Sizlardan iltimosim, o'zim aytmagunimcha xatarli harakatlar qilmang. Tushunarli. Tur. Quyonni hurkitmaylik. Ko'rgach chiroqni yoqamiz. Qotib qoladi.
Afandim, Safiya Qoraxonli qo'ng'iroq qildi. Vaqtingiz bo'lsa, bugun uchrashmoqchi ekanligini aytdi. Mavzu Muhim ekanligini aytdi. Nima deylik? kelsin. Shu yerda uchrashaman. Tushundim. Bormasa bo'lmaydi. Men ham shunday deb o'yladim. Bizdan nimadir kutyapti. Albatta kutyapti. Aslida bo'lmaydigan ish. Ammo menimcha yaxshi bo'ldi. Safiya Samuel bilan uchrashsin. Boshqa narsa uchun borgan bo'lsin, lekin so'raydiganlarni ham so'rasin. Samuel o'zicha bizni havaskor deb o'ylasin. Safiyani undan gap olish uchun yuborganmiz desin. Shunday o'ylasa nima bo'ladi? Menimcha bir xato qiladi. Po'lat, bir narsa so'rasam bo'ladimi? Samuelning yashashiga nega yo'l qo'yyapsan? Nima bo'lsa ham bizga bor gapni aytmaydi. Hozir Samuel qo'limizga tushsa, bizga nima qoladi? Har biringiz bilan yoki otalaringiz bilan 30 yildan beri tanishman. Hammangizga mehnatim singan. Oramizdan birini ko'rsatmaganingiz uchun sizdan ruxsatsiz boshliq saylamadik, Ziyo bey. Biz bilmagan biror muammo bormi? Muammo yo'q. Faqatgina qaridim. Yoshlarning yo'lini ochishni istayman. O'zlaring boshqara olasizlar. Bundan keyin Ziyo Yilmaz jismonan hech qanday ishga aralashmaydi. Ziyo og'a, menimcha birimizdan jahlingiz chiqqan. Meni jahlimni hamma biladi. Hech kimdan jahlim chiqmadi. Endi charchadim. Umrim bo'yicha sira dam olmadim. Bundan keyin yagona maqsadim tinchgina yashash. Buni sizlar ta'minlaysizlar. Siz nima desangiz shu. Ammo oramizdan biriga ishorat qilingki, to'g'ri ekanini bilaylik. Xato qilsangiz o'zim sizga aytaman. Ammo hamma bilishini istayman, Lazziyo endi bu ishlarda yo'q. Uning qarshisida qanday jahlimni bosaman? Safiya, borishingni rejalashtirmadik, ammo endi borishing rejada. Bu hammamiz uchun juda muhim. Tushundingmi? Po'lat buning xavfli ekanligiga oid bir narsa dedimmi? Yo'q. U yerda hech qanaqa muammo chiqmaydi. U ahmoq emas. Birga borsammikan? Safiyaning yolg'iz bo'lishidan xavotir olyapman. Oyi, sizning yoningizda buni eplolmayman. Tinchlaninglar. Kerak bo'lganda dadang dushmanlari bilan 40 yillik do'stdek bo'lardi. Qo'lingdan kelishiga sira shubham yo'q, Safiya. Nima deylik, afandim? Alo? Alo? Yig'ilishda ekanimni ayt. Bir necha marta qo'ng'iroq qildi. Kelmaganingizni aytganimda jahl bilan qo'l telefoningiz ham javob bermayotganini aytdi. U bilan gaplashmayman.
qo'yib yuboringlar. Qo'yib yuboringlar. Qo'yib yuboringlar meni. Arslonim, seni kutmagandim. Anchagacha boshqa vaqt topolmasligimni bilganim uchun yoningizga keldim. Tinchlikmi? Meni baron qilib saylashdi. Bunchalik tez bo'lishini kutmagandim. Qilich bo'ladi deb o'ylovdim. Vaziyat shuni taqozo qildi. Tavba. Samuel baron bo'la olmasa, nega xotinini boshqasi bilan yotoqqa suqdi? Mana shuni gaplashishga keldim. Rejani qoraxonlik o'lmasdan oldin tuzgan. Xotini bilan o'ynashini undan oldin aloqaga kirgizdi. Rejasi zo'r edi. Bir kechada hammani tozalardi. Ammo Laziyoning qiziqqonlik qilmasligi va aqli hamma narsani ostin-ustun qildi. Laziyoni to'g'ri tushunmadim desam, bu aniq. Baribir kimningdir nomidan reja qilgan Samuelning bunaqa adashishini tushuna olmadim. Senga bir narsa aytaymi, Po'lat? Menimcha bu ishning ichida ham ularning barmog'i bor. Nega Samuelni hisobdan chiqarib meni baron bo'lishimni ta'minlashdi? Hikmat og'a, so'rasham noo'rin, ammo nega do'konni yopmayapsiz? Nega yopishim kerak? Do'stlaringizga, kelib ketayotganlarga qaraganda, siz televizor ustasi emas, telekanal egasi bo'lishingiz kerak. Men qara, telekanallarni turklarga sotishmayapti. Bo'lmasa niyatim bor edi. Og'a, kattaroq do'kon ham ochmayapsiz. Bu yerda to'q urib o'lishingiz mumkin. Shu siz ham asabiy odamsiz. Hamma o'z bilganini qilsin. Meni pul bilan ishim yo'q. Nega endi? Do'koningiz oldida 4 tadan kam qo'riqchi turmayapti. Mehmonga ket deylikmi? Qahvaxonada nimani gaplashasizlar? Ana sizlarga saqich chaynayvering. Hikmat og'a, anchadan beri o'zingiz aytarmikinsiz deb hech narsa demayapman, ammo qarzingiz ko'payib ketdi. Bo'pti, cho'zilma, to'laymiz. Sizga aldash yarashmaydi. Odamlaringiz dasta pul bilan yurishibdi. Bir dasta bizga ham berishsin. Biz yelkamizni sizdek og'alarga tiramaganmiz. Hozir burningni sindiraman hozir. Sindirasiz bilaman, ammo choy pulini to'lang. Zo'ravonlikni boshqalarga qiling. Xonim afandi, siz izlayotgan uyning talablarini aytishdi. Albatta, keyingi kunlarda boshqalarini ham ko'rsata olamiz. Agar bulardan birontasi yoqmasa, Talablar qanaqa ekan? asosiy talab xavfsizlik va sharoit ekan.
Aslida bu ish bir necha yil avval boshlangan. Sovet ittifoqi tugaganidan so'ng davlat hamma mulklarni xususiylashtira boshladi. Hokimiyatdagi Yeltsin Amerika istagiga muvofiq ba'zi yosh ishbilarmonlarga eng muhim neft va tabiiy gaz korxonalarini arzon garovga berib yubordi. Po'lat 38 yoshli Mixail Xodorkovskiy neft sohasida rahbar. 35 yoshli Roman Abramovich esa Sibneftdek katta neft va gaz tashkilotiga rahbar bo'ldi. Ha. Ularni Mikhail Friedman, Vladimir Potanin, Mikhail Prokhorov va boshqalar himoya qilishdi. Ularning orqasida esa Amerikaning katta sarmoyasi turardi. Ular Yeltsinni o'z hovushlariga olib, Rossiya boyliklariga ega bo'lishmoqchi edilar. Bugun dunyoning eng boy odamlari ro'yxatida 25 ta rus bor. Ular dunyoga yaxshi ko'rinish uchun Chelsea, Everton kabi mashhur futbol klublarini sotib olishyapti. Dunyoning e'tiborini qozongan bu odamlar Yeltsin ishni davom ettira olmasligini ko'rishgach, yangi partiya tuzishga bel bog'lashdi. Bular aloqada bo'lgan ikki ism bor edi. George Soros va Henry Kissinger. Ammo Putin ularning hamma o'yinlarini buzdi. Hokimiyatga kelgan Putin xususiylashtirishni to'xtatdi. Armiyani avvalgi holatiga keltirdi. Va neft bo'yicha eng katta tashkilot Yukosning rahbari Xodorkovskiyni qamoqqa oldi. Shundan so'ng Abramovich boshchiligida boshqa boylar qochib ketishdi. Yukos yana davlat korxonasiga aylantirildi. Amerika yana Rossiyani butun jahonga xavfli o'lka sifatida ko'rsatishni boshladi. Bugun aloqalari yomon. Amerika Rossiyaga tahdid qilgach, Putin yangicha yadro qurollarimiz bor deya boshladi. Avval Xitoy va Hindiston bilan ittifoqni mustahkamlab oldi. Keyin esa Turkiya bilan strategik hamkorlik shartnomasini imzoladi. Bizni qiziqtirgan qismiga kelsak, Turkiyada Rus kengashi qachon qurilgan? Bir necha yil avval. Ya'ni Xodorkovskiylar, Abramovichlar paydo bo'lgan davrda. Avvallari to'g'ridan-to'g'ri aloqalari yo'q edi. Vaqt o'tib bu aloqalar o'rnatildi. Yeltsin davrida ishlari yaxshi ketayotgandi. Ammo Putin kelgach, Moskva bundan bezovtalana boshladi. Buni tushungan Rus Ibrohimi Moskvaga yoqadigan, to'g'rog'i Moskvaning ko'zini bo'yaydigan bir ikki ish qilmoqchi bo'ldi. Masalan, chechenlarni o'ldirish kabi. Ammo bular ko'z bo'yamachilik. Rus Ibrohim ham xuddi xo'jayinlar Abramovich va Xodorkovskiy kabi Amerika sarmoyasidan foydalanadi. Shuni bilib qo'y. Samuelni Rus Ibrohim bilan ham aloqasi bormi? Buni sen aniqlaysan, Islonim. Agar bor bo'lsa, bunga qaramay Samuelni hisobdan chiqarishgan bo'lishsa, demak ruslar boshqa reja tuzishgan va seni baron qilganlar ham rejalarini o'zgartirishgan. Tulki Andrey. Xush kelibsiz. Vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat. Marhamat. Nima ichasiz? Rahmat. Boshliq deb kimni tanladi?
Hech kimni. Qanaqasiga? Kelganlari kabi qaytardi. Nega? Kimdan jahli chiqibdi? Menga hech narsa aytmadi. Yahyo. Ziyo og'a charchaganini, qariganini aytdi. Endi barcha ishlardan chekinaman dedi. Dadam bularni faqatgina ularga aytdim yoki senga hammi? Menga ham aytdi. Kemalarni sotishimni so'radi. Qashqir havo buzilganini ko'rdi. Ov tushmasdan uni kutyapti. Nega qo'yar ekan Yahyo? Bu ishdan qabrga kirgandagina qutuladi. Ba'zi mavzularda yordamingiz kerak. Albatta, doim tayyorman. Dadamning merosida menga tushgan juda ko'p mollar bor. Albatta bu yerda ularni boshqarishim juda qiyin. Ro'yxat bersangiz bo'lgani, qaysi davlatda bo'lsa ham eng to'g'ri shaklda boshqaramiz. Bu meni ustimdan katta yukni oladi. Bilasiz, dadamning o'limidan keyin qiyin kunlarni o'tkazyapmiz. Hammamiz. Qabul qilish ham juda qiyin. Kuchim yetgunicha dadamning qotillarini topishga o'zimga so'z berdim. Albatta, bir qotil qo'lga tushdi va qamoqda. Hammamiz hurmatli qoraxonning o'ldirilishini ichimizga singdira olmasdan bu jinoyatning orqasida boshqa narsa izlayapmiz. O'sha bechora dadamni o'ldira olishiga ishonasizmi? Aksini isbotlaydigan dalil yo'q. Ammo shaxsiy fikrimni so'rasangiz, yo'q. Ishonmayman. Siz doim dadamning yonida bo'ldingiz, ayniqsa Yevropa va Amerika aloqalarida. Qandaydir tashkilot yoki uyushma bilan aloqasiga guvoh bo'lganmisiz? Biz bir qancha tashkilot va guruhlar bilan uchrashdik va ular bilan aloqalarimiz hali ham davom etmoqda. Ammo ular bizning do'stlarimiz. Har birining dadangizning bugungacha erishgan muvaffaqiyatlarida hissasi bor. Bugungacha qandaydir mavzuda tortishib qolishganmi? Meni bilishimcha yo'q. Tushunishimcha bu odamlar dadam Turkiyada baron bo'lishini ta'minlashgan, shundaymi? Ha, Safiya xonim. Bu xalqaro hamkorlik. Bunda hammaning hissasi bor. Unaqada xalqaro ittifoqchilari, do'stlari dadamning o'limiga qanday yo'l qo'yishdi? Ko'ringanidan ham og'ir. Mehmet Qoraxonlining o'limi Turkiya uchun ham, dunyo uchun ham ahamiyatli. Do'stlari bu yo'qotishdan xafa, dushmanlari sevingan. Jinoyat oxirigacha oydinlashmagunicha kim kimning dushmani ekanligini aytish mumkin emas, Safiya xonim. Ezilayotganingizni ko'rib turibman.
Yana xayolimga biror nima kelsa sizdan so'rasam bo'ladimi? Albatta, har doim. Dadamga xizmatkor qiz orqali suiqasd qilishmoqchi bo'lishganida, birinchi bo'lib siz ko'ngil so'rab kelgandingiz. U bilan yaqin bo'lganingiz uchun boshingizni og'ritdim. Qo'ysangizchi. Yana bir narsa bor. Est habere sunstus est. Ne kenes habere sunstus est. Bu yazıyor. Hatto shu gap yozilgandi. Sizga ham shunaqa narsa kelganmi? Qanaqa xat? Maxfiy yig'ilishlar uchun shunaqa narsa ishlatasizlarmi? Hech qanday fikrim yo'q, Safiya xonim. Öyle mi? Shunaqami? Lotincha bilishingizni bilmasdim. Cümlenin ne olduğunu Gapning ma'nosini so'ramadingiz. Safiya xonim, qiziqmaganim uchun so'ramadim. Yaqiningiz bo'lganim uchun tavsiyam, siz ham ko'p qiziqib bizlarni xafa qilib yurmang. Barakalla, Safiya. Yuzini ko'rsang edi. Lotinchasini aytganimda o'lib qoladi deb o'yladim. Samuel bu ishda ekani aniq bo'ladi. Bundan keyingilari meni ishim. Boshqa mendan ruxsatsiz bir narsa qilma. Xo'p, akajon. Bu ishga kirganimda hech kimim yo'q edi. Hozir hamma narsa qo'sha-qo'sha. Singlim ham bo'ldi. Eshitaman, og'a. Abdulhay, o'sha yerda turinglar. Kuzatayotganlaringni sezishmasin. Yaqinidagi mashinalardan tashqari uzoqdan ham kuzatib borishadi. Tushundim. Bular meni ahmoq deb o'ylashyaptimi? Menga Mitat beyni bog'la. Memati. Uchrashishlari aniq. Ruxsatingiz bilan. Kimse yok. Hech kim yo'q.
Nega qo'ng'iroq qilsam javob bermadingiz? Hozir vaqt emas. Meni ishdan olishdi. Hech qayoqqa olisha olmaydim. Po'lat Alamdar baron bo'ldi. Nima? Hozircha. Bu butun matbuotda chiqsin. Po'lat Alamdar baron bo'la olmaydi. Bundan keyin qamoqdan ham chiqa olmaydi. Do'g'u nima bo'ladi? Orqasida u bor-ku. Orqasidan u ham ketadi. Nima ham bo'lardi? Afsus, Mitat. Quloq solmasligingni bilardim. Ammo baribir umidim bor edi. Esat, Men hech narsa qilganim yo'q, Do'g'u bey. Shunchaki buni olishni istadim, sizga berish uchun. bu soatdan keyin seni davlatga beradigan oxirgi narsang qoldi, Arslanim. Oxirgi nafasingni chiqarayotganda sharaf bilan o'l. O'zing hal qil. Yo vatan xoini bo'lib o'lasan, yoki o'zingga qarolmasdan yurak xurujidan o'lasan. Aslanbey studio yuqori sifatli kinofilmlar markazi. Og'a keldi. Ko'ramiz, nimamiz bor, nimamiz yo'q ekan.
umrimning oxirida to'g'ri ishlarim xatolarimdan ko'proq bo'ladi deb o'ylayman.